O'zbekistonda aholi soni kundan kunga ko'paymoqda. O'z navbatida yangi istiqomat punktlari paydo bo'lyapti. Yashash hududlari tobora kengaymoqda. Bu esa ekologik muammolarni yanada samaraliroq hal etish vazifasini oldimizga qo'ymoqda. Ulardan biri chiqindilarni tashish tizimini takomillashtirish. Ma'lumki, respublikamizda aholi yashash hududlaridagi chiqindilarni tashish tegishli tashkilotlar tomonidan maxsus jadval asosida amalga oshiriladi. Biroq bu grafik tizimi samaradorlik jihatidan kamchiliklardan xoli emas. Masalan, chiqindi idishlari hali to'lmagan bo'lsa ham, maxsus avtotransport vositalari ortiqcha vaqt, yoqilg'i, ishchi kuchi sarflab rejadagi manzillarga borishga majbur yoki aksincha, chiqindi qutilari to'lganiga ancha vaqt bo'lgan bo'lsa ham, tashish xizmati grafikda qayd etilmagani tufayli kechikadi. Bu esa chiqindilarning atmosferani bir necha kun davomida ifloslantirishiga, turli hasharotlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Namangan davlat universiteti innovatsion klub rahbari Ulug'bek Turdaliyev rahbarligida klub a'zosi, fizika yo'nalishi 3-bosqich talabasi Sevinch Tursunaliyeva tomonidan yaratilgan maishiy chiqindilarni yig'ish va olib chiqib ketish tizimini raqamlashtirish loyihasi ayni shu muammoni hal qilishga qaratilgan. Loyiha lazer detektorlari orqali chiqindi idishlarining to'lish darajasini aniqlash va bu haqda markaziy serverga ma'lumot jo'natishni ko'zda tutadi. Ushbu qurilma chiqindi tashish bilan shug'ullanadigan tashkilotlarga chiqindilarni samarali boshqarish imkonini beradi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, masofaviy datchik chiqindi idishini doimiy ravishda kuzatib turadi va u to'lganda markaziy serverga chiqindi qutisi to'ldi degan xabarni yuboradi. Agar chiqindi qutisi to'lmagan bo'lsa va biror muammo yuzaga kelgan bo'lsa, maxsus tugma yordamida chiqindi qutisi to'ldi yoki biror muammo bo'lishi mumkin degan xabarni markaziy serverga uzatadi. Darvoqe, bu jarayonda GSM modul yordamida chiqindi idishining joylashuvi ham markaziy serverga yetkaziladi. Natijada avtotransport vositalari to'plangan chiqindilarni qisqa vaqt ichida tashib chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Bu loyiha amalga oshirilishi natijasida nafaqat resurslardan samarali foydalaniladi, balki aholi zich joylashgan hududlarda chiqindilar uzoq vaqt to'planib qolishi, natijada atmosfera havosining ifloslanishi, noxush hidlar va turli bakteriyalar tarqalishi, shuningdek fuqarolar noroziligining oldi olinadi. Tabiiyki, loyiha aholi o'rtasida turli yuqumli kasalliklar kelib chiqishi xavfini ham kamayishiga xizmat qiladi. Sevinch va uning ustozi yaratgan loyihani hozircha Namangan shahri miqyosida amalga tatbiq etish rejalashtirilgan. Kelgusida loyiha yanada takomillashtiriladi va boshqa hududlarda ham foydalanish imkoni yaratiladi. Ushbu loyihani amalga oshirish orqali hozirgi kunda chiqindilarni tashish tizimini raqamlashtirishga erishish mumkin. Bu esa albatta ham iqtisodiy, ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni chiqindilarni tashish jarayonida avtomobillar hali chiqindi idishi to'lmagan hududga yoqilg'i sarflab yoki haydovchini vaqtini olib borib kelmaydi. Yoki aksincha, chiqindi idishi to'lib, atrof muhitga ekologik zarar yetkazayotgan muhit yuzaga kelgan taqdirda ham avtomobillarning bormay qolish holatlarini oldini oladi. Guvohi bo'lganingizdek, yosh ixtirochi talaba ekologik muammolar yechimi xususida ajoyib innovatsion g'oyani ilgari surmoqda. Uning tashabbusi va izlanishi nafaqat hududlarda ekologik holatni yaxshilashga hissa qo'shadi, balki iqtisodiy tejamkorlikni ta'minlaydi ham.